Diqqat diqqat. O'zbekistonda qor bo'roni va kuchli shamol kirib kelishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zgidromet ma'lum qilishicha, ertaga 22-yanvar kuni hamda 23-yanvar kechasi va ertalab O'zbekiston bo'yicha asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Yo'llarda ayrim joylarda yaxmalak yuzaga kelishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 22-23-yanvar kunlari qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 22-25 metr sekundgacha yetishi kutilmoqda. 22-yanvar kunlari havo harorati kechalari -3, -8 darajagacha soviydi. Kunduz kunlari esa -3 daraja sovuqdan +2 daraja iliqqacha bo'ladi. Shimoliy hududlarda esa kechalari -12, -15 darajagacha, kunduz kuni esa -5 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. O'zingiz va oilangizni asrang.